Buni qisib olib yengil bo'ldi. Oldin qanaqa edi yana? 96 ga chiqdi mana. O'zi Cobalt'ga necha grafda ishlaydi? Kommentariyada yozib qoldiringlar bilganlar. Ishladimi? 97 da ishladi. 98 bo'ldi. Uje yarim minusga qaytadi, xudo xolasa. 97 ana. 96 ga tushadi, 95. Ha, zakonlar mana. Kimga shunaqangi kamrasxod xizmatlar kerak bo'lsa, pastda mobilga qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib. Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Hop, Cobalt avtomobilni olib qo'yganmiz. Bunda bo'layotgan muammosi mashina 92 da ventilyator ishlab, shu baravar ko'p ishlab turibdi. Gradus ham 100 dan 102, 103 ga chiqib ketyapti ekan graduslari. Mashinani sal sovutdik. Endi buni o'zida radnoy termostatini olib, ichidagi asosiy o'qi bo'ladi, xullas, o'qini najda qog'ozda polirovka qilib, xohlasa ishlarni chiroyli qilib bitirib berishga harakat qilamiz. Agar bunday ham effekt bermasa, boshqa bir koreyskiy gem yoki bir Xitoy garantiyalarini qo'yib, xudo xohlasa ishlarni bitirib beramiz. Videoni kuzatib borsalaring, xudo xohlasa qanaqa qilishligini, xudo xohlasa video davomida qo'yib ko'rsatib o'tib ketaman. Qani biz boshladik. Xo'p, mana mashinamiz ancha sovib qoldi. Qo'l kuyar-kuymas bo'lib, termostatini olib, o'sha aytganimizdek ichidagini ignasini ozgina polirovka qilib, ishlashlarni yengillatib, maqsad suv qiziganda termostat tez ochiladi, soviganda tez yopilish uchun. Shu Cobalt gentralarda bo'layotgan muammosi, yangi termostat qo'ysa ham ish bermayapti, ko'p bo'lyapti bunaqalar problema muammolari. O'shaning uchun yangi qo'ysa ham, eski qo'ysa ham o'sha ignani polirovka qilib olsa, maqsadga muvofiq bo'lib, ishlari bittada o'xshaydi, xudo xolasa. Mana o'sha prujinalarni chiqardi, lekin termostat normal yonda o'zida qisilib qolgan. Hozir o'qidan ham chiqmayapti, korpusdan ham chiqmayapti. Buni omburda yo burash kerak, burab chiqyapti ekan. O'qi yoqda qolib ketdi. O'qini ham chiqarib, mana o'qlari chiqdi. Yana ham sizlarga foydali bo'lishi uchun video davom ettiryapman. Mana ko'rishlar mumkin. Ignani bu tarafidan, ko'ti tarafidan, uchli tarafidan emas, qisib bir ustiga qo'yib olamizda. Mana bunday keyin xullas mayroq mayda nolib kami, xullas nechadir majlayda buni qisib olib yana zichcha ozgina polirovka qilamiz, yana najlaylar ozgina og'irroq, keyin litollab hamma shu yerda qandash bayramga kelishgan. Yaxshi. Hozir litollab endi. Litol, saldor litol bitta. Ichiga kirgizib yuboramiz, qayta tayyorlab.
Kim olacak yani? Yürü git. Yürü. Yine. Yengil olib qoldi. Sizlarga qo'lda ko'rsataman. Hozir omborda bosib havolarini chiqarib. Yengil bo'ldi. Oldin qanaqa edi yana? Ichida bosim borlik hisobiga suryapti buni bosganingizda. Mana shu holatda xudo xolasa zo'r ishlab beradi. Endi buni ustonovka qilib, bitgan holatlarni tekshirib sizlarga tashlaymiz. Video maslahatlarni joyiga qo'yib, bunaqa qog'oz qaytganda bir tarafni yaxshi qog'oz qiladi. To'g'ri qog'oz. Havo chiqqan yer qayerda deydigan bo'lsalaring, mana shu yerda ko'rsatishga harakat qilaman. Mana shu yerdan 13 volt va atvirkali rezinkali bolti bo'ladi, salniga bor. Xullas, shuni bo'shatib olib, antifriz quysalang, bachki sekin o'zi bilan suv oqib, havo aralash suv chiqib keladi. Havo chiqqanga do'richa oqizib olasizlar. Ozgina oqqanini dalikka qilib, shu bilan yaxshi bo'ladi. Hozir havo chiqajaga ham pure. Ana hozir suv keldi bu yer. Havolar chiqyapti bahchalar. Ozgina chiqqandan keyin srazlik to'g'rilanadi. Suvlarni quydik, hozir mana dalafkalarni quyamiz. Mashina yurgizib, havolar chiqib, sekin-sekin aylanib o'tib havolari chiqdi, suvlari dalifga quyilib yo'q hali, o'zini suvi kamil quyiladi. Filtrator hali ishlagan yo'q, lekin ekmatdan 90 gradusga chiqib, o'zi 85, 83 hozir 83 da turibdi ekan. Holatlari yaxshi, hozir xuddi ishlab beryapti. Graduslar ko'tarilib, o'zi avtomatik tushyapti. 90 dan qaytyapti. 91 ga ham chiqqan yo'q. 83 gradus. Pechkalar ishlangan isigan. Suv aylanadi hamma sistemada. Pechkalar o'chik. ga chiqdi mana. O'zi Cobalt'ga necha gradusda ishlaydi? Kommentariyada yozib qoldiringlar bilganlar. Ishladimi? 97 da ishladi. 98 bo'ldi. O'zi bir yarim minusga qaytadi, xudo xolasa. 97 ana. 96 ga tushadi, 95. Ha, zakonni. Xudo xolasa chotki bo'ldi ishlari mana. Kimga shunaqangi kamrasxod xizmatlar kerak bo'lsa, pastdan bilan qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib, savollaring bo'lsa, maslahat kerak bo'lsa, aloqaga chiqib so'rashlar mumkin. Joylaringiz sog' bo'lsin. Albatta videoga bir dona like va kanalga obuna bo'lmaganlar do'stlarimiz obuna bo'lishni unutmang. Joylaringiz sog' bo'lsin.